har xil qaror ham chiqdi. Sudda har xil qarorga asosan mana sizni o'sha bagi ish bilan noqonuniy bo'shatganligi holati o'rganib, mehnat huquqlari buzilganligini ham suddan inobatga olgan holda sizga o'sha bagi hozirgi sud ko'rilgan jarayonigacha bo'lgan majburiy pragol uchun 22.465.000 so'm majburiy pragol va o'sha bagi asossiz ishdan bo'shatilganligi uchun 5 million so'm ma'naviy zarar undirishdan haqli qaror chiqarildi. Sizning mehnat huquqlaringiz buzilganligi yuzasidan sudga da'vo ariza kiritildi. Shu bo'yicha yana boyagi qolib ketgan mehnat huquqlaringiz buzilgan, mehnat tiklanmagan holati yoki tiklanmagan bandi qoldimi yoki o'sha boyagi tiklanganligi sudda qarori bo'yicha tiklanganligingizdan ko'nglingiz to'ldimi? Ko'nglim to'ldi. Sizlarga katta rahmat. 2023-yil nohaq ishdan bo'shatildim. Qayerga borishni bilmasdan boshim qotib turgan paytda shu Qashqadaryo viloyati kambag'allikni qisqartirish Telegram kanaliga ko'zim tushib qolib, o'sha yerga nohaq ishdan bo'shatilganlarni qayta ishga tikilayotganini ko'rib, ularga men ham murojaat qildim. Mehnat huquqlarim buzilganligi tufayli bu sudga da'vo ariza kiritib, o'z lavozimiga qaytarib tiklab berishdi. Bandlik bosh boshqarmasining mehnat inspeksiyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.